Canım, meni shunchalik ham sevasizmi? Nimam yoqadi sizga o'zi? Mana shu shirin so'zlaring. Qurbaqadek ko'zlaring. Og'idiki-diki-dek. O'sha oxunnikidek ko'zlaring yoqadi. Umuman o'zing yoqasan. O'zliging, butunlay o'zing yoqasan menga. O'g'lim, telegramingga qarab ol. Tishlayman. Qarab ol. Xo'p, hozir. Hech bir so'z shirinmas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzidek. Onamning ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Artistlik qilyapti. Yo, onamning aktyorskisi yo'q-ku. Hech kimsa bo'la olmas onam o'zidek. Ana, oxun ko'zim. Oxun To'xta. ko'zlarimchi. Ayajon, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Dunyodagi eng go'zal, eng chiroyli ayol sizsiz, ayajon. Shu uchun ham sizga o'xshagan chiroyli xotin olganman, ya. Xotining xunuk, Xunik. beparosatam. Shunaqa. Qo'ying shu gaplarni. Mana shu kungacha yetib kelishimga sababchi sizsiz. Men uchun nimalar qilmadingiz? Hamma narsani siz qildingiz, ayajon. O'g'lim, telegramingga qarab ol. Tinchlikmi, dada? Qarab ol. Ya'ni ota shunaqa narsaki,